Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 32 soniga hoş geldinglar. Bugün biz hukumat va hamkorlik degan tema ustida Sharqi Turkiston surgun hukumati Cumhur Reis Mamtun A'lo efendimni suhbatga taklif qilamiz. Suhbatimizga hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahmet, Cüret. Oldi bilan biz mushu Ro'za Ramazon jarayonida Sharqi Turkiston surgun hukumati bosh ministrimiz Abdulahat Nur efendimninki her kuni bizga qilib bergan tabliğiga rahmat aytamiz. Chunki biz vatanda bilim, shu diniy bilim olish imkoniyatiga ega bo'lgan emas, dinni to'g'ri tushunish imkoniyatiga ega bo'lgan emas. Biz faqat shaklni chiqarish, quruq aqidachilik bilan shug'ullangan Abdulahat Nur efendim bizga nihoyat sistemali qilib diniy bilim berdi va Sharqi Turkistonninki mustaqillik uchun kurash qilishlar Alloh rizosi uchun bo'ladi. Bizga vacip keladi degan nuqtani bizga nihoyat aniq qilib tushuntirib berdi. Shunga biz Abdulahat Nur efendimga o'z rahmatimizni bildiramiz. Ming tashakkurlar bo'lsin. Hamda biz bugun bu temamizni davlat, hukumat va hamkorlik deb oldik. Oldi bilan doktor Mamtun A'lo efendim hukumat degan hukmga bir aniqlik berib bakkan bo'lsangiz, undan keyin sizningcha bizning bu hukumatimiz davlat otimiz Sobit Domolining izini bosgan hukumatmi? Bu savol rahmet, köp rahmet. İki kısımda terkip tapadı iken, birisi hükümet degen nime, ikincisi hazırki Şarkı Türkistan sürgün hükümeti. Aynı vakitte yani 1933 yılı 11. ayının 12. günü kurulgan 1. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ge vekillik kılalam diye onun varısı mı degenken. Aldıdan hükümet degen bir hukum toğrusu kısıkçı toktulup öte. Hükümet degenimiz halkaralık bu tabirlerge göre hem siyasi hem kanuni bir alayidlikka ve xususiyetlik ega bo'lgan bir jamoatninki bir birlashgan bir gavdasini ko'rsatdi. Hukumatninki bir necha xil alay, bir hukumat bo'lish uchun xalqaroliq ahdilarga silishtirgan vaqtimizda bir necha xil alayidliklar bo'lish kerak. Uning ichidagi eng muhim alayidliklarning birisi hukumatninki territoriyasi bo'lish kerak. Ya'ni hukumatninki o'zi tarafidan belgilangan va boshqalar tarafidan e'tirof qilingan ma'lum bir territoriya birligi bo'lish kerak. İkincisi hükümette ma'lum aholilar bo'lish kerak. Bu aholilarning ichida hammasinki diniy jihatdan, etnik jihatdan va boshqa jihatdan o'xshash bo'lib ketishi notayin. Ammo bular shu bir hukumat, bir davlatning ichida yashagan bo'lish kerak. Uchinchisi shu degan vaqtda bularning bir markazlashgan bir boshqarish qurilmasi, mexanizm bo'lish kerak deymiz. Bu qurilmani ya biz prezidentlik shaklda yoki parlamentlik shaklda ilib beriladi. Bizningki surgun hukumatimizning xarakterli parlamentlik shaklda. Ya'ni bu mandat qisqacha desak, biz Angliya bilan Amerikaninki siyosiy qurilmasini misolga olsak, Amerikaninki prezidentlikni asos qilgan, nimaninki Angliyaninki padişahlık tüzümü ostidagi parlament tüzümünü asas qilgan bo'ldi. Albatta bizningki Sharq Turkiston surgun hukumatining padişahlık bir xarakteri yo'q, faqat bizningki asos qonunimizga ko'ra tashkillangan parlament orqali o'zining xizmatini yurgizdi. Anadan keyin to'rtinchisi hukumat nimani, davlatning xarakterini to'xtalyapman. To'rtinchisi davlatninki egilik huquqi bo'lishi kerak. İngilizce sovereignty deymiz. Bu sovereignty deganimiz shu vaqtda o'zininki territoriyasining ichining ham yerda yurgiziladigan o'zininki bir yurish qonunlari bo'lishi kerak. Hem bu qonunlari boshqa davlatlar tomonidan e'tirof qilingan. Texadami muhimi egilik huquq degan shu davlatninki o'ziga xo'jaligini bildiradigan alayidliklarning biri bo'lib, bu alayidlik ularninki boshqa davlatlar bilan bo'lgan diplomatiya, iqtisod va boshqa jihatdagi elish-berish ishlarini olib berishda muhim o'rinda turdi. Hamda shu to'rt xil alayidlik saga vaqtimizda ayni vaqtdagi bizningki hamda men bu Sobit Domollar qurgan hukumatning nimasiga manaman. Bu alayidliklarda mesela Sobit Domollarninki ayni vaqt 1933 yılı qurgan vaqtida markaziy bir hokimiyat boshqaruv sistemasini Qashqarda qurgan. İkincisi bu yerda territoriya birligida ayni vaqtdagi ahvolga ko'ra Xotandan tortib toki Oqsuqcha bir doirada o'zinki territoriyalik doirada yashayotgan xalqlarga, jumladan Uyg'ur va boshqa millatlarga o'zlarininki bir davlat asli yashab fuqarolik bir qonuni bo'yicha ular muomala qilgan.
Anadaki bularınki parlamenti bo'lgan, ministerlikleri bo'lgan, eng muhimi armiyasi bo'lgan. Armiyasida ba'zida dastlabida 4.7 ming cho'g'ilmoqda, eng oxirida taki bu mag'lublashish ilgari bularning armiyasining soni 13 mingga qadar bo'lgan. Bular 1933-yilda 11-oyning 12 kuni Qashqarninki Tümen Deryası'nın boyida Könçü Mahallesi degan bir mahalli var. Bizim maktabninki hozirgi atalmış Qashqar universitetininki yanada to'g'ri kelgan Tümen Deryası bo'yiga kelgan bir yer bor. Shu yerda bir maydon bor ekan, shu yerda bayroq chiqarib bular. Ya'ni hozirgi Ayulto'saqbek bayrog'ini chiqarib, bular shu yerda o necha ming odam Qashqar xalqi 10 mingdek odam deyildi ekan tarixda. 10 mingdek odam kelib, bularning ko'p qismi ziyolilar, ashadagi hunarvand kasblar, texnika muhimi maktab va ularning o'quvchilari bo'lib, bular taki Qashqardagi Hetkani oldiga berib, shu ar to'lab nutq so'zlab bordi ekanda. Endi men bu yerda Sabit Damillamningki ayni vaqtda bu ishlar intayin ochqishli rol o'ynagan bir shaxs ekanligini deb o'tmoqchiman. Chunki bunday deyishimning sababi ayni vaqtdagi qurilgan birinchi Sharq Turkiston Cumhuriyetininki asos qonunini hozir o'qib chiqdim. Boshqa tarixlarni qilib, meni diqqatimni tortgan bir nechta nuqta var. Hozir men o'zim o'qiyadim deb biri hozir. Birinchisi Sharqi Turkiston tuprog'ida Xitoyninki diktatorlik boshqarishini chuqur oxirlashtirish kerak deyilibdi. Birinchisi ekan asos qonunniki. Ikkinchisi her qaysi uluslarninki nationalities debdi. Uluslarninki baraberlikki ostiga o'rnatilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetini erkin ve mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini barpo qilish debdi. Endi bu yerda ulus degan gap nimamizga diqqatimizga kirdi. Davlat, hukumat ve ulus degan üç hukum var bu yerda. Endi ben bunu mushu bizningki birinchi Cumhuriyetninki asos qonuninki birinchi, ikkinchi maddasiga bu ahvol mazmunlarga ko'ra deymanda, davlat deganimiz aba degandek 4 xil shartni o'z ichiga qondira oladigan siyosiy va qonuniy bir nimani ko'rsatdi, gavdini ko'rsatdi. Hamda ulus deganimiz shuning ichida yashayotgan o'zgacha bu ulusning ko'proq alayliklari, bular kultural alayliklarga ega. Masalan, Uyg'ur ulusi, Qozoq ulusi, masalan, ayni vaqtda birinchi va ikkinchi Cumhuriyet vaqtida bular ulus deyishga bo'ladi. Bu uluslar shu davlatning ichida yoki markaziy hukumatning ichida yashaydi, yoki federatsiya shaklida her bir ulus, masalan, Uyg'ur ulusi o'zininki alayliklar bo'yicha o'ziga berilgan qonunlar bo'yicha, asos qonundagi qonunlar bo'yicha yashaydi. Hamda Xitoyninki 1949-yildan keyingi mustamlik siyosat apog'ida ulusluq alaylik ega bo'lgan bu etnik guruhlarni taraytib, asonlik millatlashtirish va bu orqali bularni birsi davlat qurilmaslik qilish. Chunki Xitoyning asos qonunida avtonom rayonlik nimasiga salohiyati berilgan bu asonlik atalmış asonlik millatlarninki davlat qurish huquqi bo'lmaydi. Chunki Xitoyning nimasi federatsiya sistemasi emas. Ayni vaqtdagi sobiq Sovet ittifoqiga o'xshamas. Sobiq Sovet ittifoqi har bir respublikada har bir ulusga, masalan, O'zbekiston O'zbek ulusiga, Qozog'iston Qozoq ulusiga vaqt kelgan vaqtida saylam referendum orqali sobiq Sovet ittifoqidan ayrilib chiqish huquqini asos qonunda bergan bo'ldi. Ammo Xitoyning ayni vaqtdagi asos qonunda bunda bir narsa yo'q. Demak, bu qip-qizil bir xil mustamlik siyosatida ayni vaqtdagi davlat qurgan, uluslashgan bu etnik guruhlarninki davlat qurish tushiga berilgan eng chong zarbalarning birisi bo'ldi. Hamda gapimizga qaytib, uchinchisi hukumat. Hukumat bilan yana bu nima o'tirisida ulus va davlat o'tirisida farq bo'ladi. Davlat degan mangulik. Agar u munqazil qilinmasa, u mangulik bir nim bo'ladi. Bir siyosiy bir gavda bo'ladi. Ammo hukumat degan davlatninki asos qonuniga ko'ra uninki asos qonunda belgilangan turlik vazifalarni va uninki kundalik ish tartiblarini olib boradigan ma'lum bir kishilarni to'pidan, mayli ular siyosiy partiya orqali gaplangan bo'lsa, ideologiya bo'yicha ideologiyani gaplandirsin, ma'lum bir kishilar to'pidan tarkib topgan bo'ldi. Hukumat davlatga shu vaqtning o'zida saylangan surukning ichida vakillik qiladi, ammo hukumat davlatning rolini o'ynay olmaydi. Hukumat
vaqtliq bir ma'lum bir gruplarninki saylamda barliq kelgan gruplarninki shu hukumatning asos qonunida berilgan imtiyozlar bo'yicha o'zining xizmatini yurgizadigan bir to'pliqni ko'rsatdi, siyosiy to'pliqni ko'rsatdi. Bizning hamda savolimizga o'zi kelsam, hamda Sharq Turkiston surgundi hukumati bu yerdagi birinchisi hukumat alayligimiz bor bizningki. Biz Sharq Turkiston davlatininki surgunda turayotgan hukumatimiz. Bizim asos qonunimiz dal Sobit Damullamninki ayni vaqtdagi shu hukumatning tuzib chiqqan asos qonuniga izchil varis qilib kelyapmiz. Biz dal birinchisi Sharq Turkistondagi Xitoy ishg'oliyatini oxirlashtirish, ikkinchisi Sharq Turkistonda yashayotgan turli uluslarninki, nationalitiesninki, ethnic minoritiesning emas, asalliq millatning emas, uluslarninki erkin va mustaqillik asosida qurilgan Ör Sharq Turkistonni qurishdan iborat bu siyosiy g'oyaga varis qilib menayotgan bo'lamiz. To'g'ri. Shu sababdan biz Sobit Damullamninki buningdan zodi 100 yillar burunqi shu ulug' va buyuk siyosiy g'oyasiga biz chet elda shunga varis qilyapmiz. Ammo bizningki surgundilik alayligimiz bor. Nima uchun? Chunki surgunda bo'lishimizning sababi bizningki Sharq Turkiston davlati munqarz bo'lib, Sharq Turkistondagi ayni vaqtdagi hukumati o'zininki Sharq Turkistondagi xizmatlarini elib berish mumkinsiz bo'lgandan keyin Sharq Turkiston 2-chi Cumhuriyatninki xizmati asosan mustamlikaga tushgandan keyin biz keyin chet elda ya'ni yaqin ya'ni 2004-yilda qurilgan bo'lsa Sharq Turkiston surgun hukumati biz shu ikki Cumhuriyatninki mustamlik sharoitida elib berishga mumkinsiz bo'lgan xizmatlarni, ya'ni g'oyasini, asosiy qonunda belgilangan g'oyasini chet ellarda davomlashtirish sabablik biz qurilgan. Bizdinki g'oyamiz ularnikidan hech farqlanmaydi. O'xshashda g'oyamiz. Ammo bu yerda bizda turli Sharq Turkiston surgundi hukumatimizda turli shakllardagi ixtiloflar, ishga bo'linishlar, turli shakllarda bo'ldi. Ammo men shuni intayin faxr bilan ayta olamanki, Sharq Turkiston surgundi hukumati hech vaqt o'zining g'oyasidan toymadi. Sobit Damullam bizga qanday o'rgatgan va bizga qanday yo'l yo'riq bergan bo'lsa, biz hozirgacha shu o'rgat bo'yicha jumladan muqaddas asosiy qonunimiz bo'yicha ish qilib keldik. Qilmagan yerimiz bo'lishi mumkin, xatolik o'tkazgan bo'lishimiz mumkin, ammo biz bu ulug'vor shu asosiy qonunimizdagi tufki prinsipidan hech taymadik, ham buningdan keyin taymaymiz. Bu jihatda ilib o'tgan vaqtda Sharq Turkiston hozirgi surgun hukumatini bizningki ayni vaqtdagi Sobit Damullam va 2-chi Cumhuriyat vaqtimizda qurilgan ikki muborak Cumhuriyatimizningki asos qonunidagi tufki prinsiplarni hozircha appag'ichi uni izchillashtiruvchi va uni keyingi avlodlarga o'tkazib berguchi xarakterdagi bunday bir hukumat deyishga. Endi oxir bir nuqtani ketib qo'ysam, bizning surgunti hukumatimiz chet elda vaqtliq o'rinda turdi. Bu deganlik, agar bizning rahbarligimiz va boshqa xil kuchlarning rahbarligi bilan Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga olsak, biz avtomatik tarqab ketamiz. Bizning vazifamiz tamomlangan bo'ladi. Shuning bilan biz butun huquqni yoki chet eldagi bizning yapgan bütün faaliyetlerimiz, tecrübelerimiz ve bizimki kanunilikle üstü kurulan barlık imtiyazlarımızdan hemmini, siyasi imtiyazlarımızdan hemmini kurulgusu, yani kurulgan Şarkı Türkistan hükümetine, yani cümleden devletine tapşırıp veririz. Çünkü biz devlet hizmet kıyıcılarımız. Biz devletin çakırıyız. Devletin aldıda biz fakat onun iradesi iş aşağı kişilerimiz. Doğru. Devlet hemmiden üstün durdu. Şarkı Türkistan devleti en mukaddes hemmeden üstün turdi. Hükümet fakat onunla hizmet kıldı. Doğru. Bu hükümlerine ait, doğruna ait aniq qilib javob berdingiz. Biz birinchi Cumhuriyetning yo'lidan manganlar va ikkinchi Cumhuriyetning varislik qilganlar. Hamda biz vaqt munosabati bilan ikkinchi savolga o'taylik. Amerika Majlisiga Sharq Turkiston ishg'ol qilingan davlat degan qarorni og'izish imzo faoliyatida qo'l qo'ygan tashkilotlar bilan hamkorlashish qadam bosqichimiz nagacha keldi? Siz shuni bir so'zlagan bo'lsangiz. Bizimki hükümetimiz tarafından başlangan ve tutukluk ahırlaşkan deyişki buludu. Bizimki kongreske sunulgan, yani bu xatlı sunuldu. O Şarkı Türkistan'daki besillengan devlet ikenliğinin ibaret bu çakırıknamıga avaz koyuş işlerimiz ahırlaştı. Bununla 61
tashkilot imzo qo'ydi. Men bu yerda yana bir qatam ularga rahmat aytaman. Albatta 61 tashkilotning ichida bizga tonishlik bo'lgan va tonishlik bo'lmagan ba'zi tashkilotlar bor. Bizningki asosliq o'lchimimiz bu tashkilotlarningki cho'qim o'stirayotgan davlatga tizimga oldirilgan bo'lishdan iborat oldingi bir shartni qildik. Ham buning uchun bizningki ichki ishlar ministrligimiz ma'lum vaqtlarni sarf qilish orqali bu tashkilotlarningki tizimlikini tug'izib, ularga nisbatan SWOT analizi yapdik. SWOT analizi deganimiz bu g'arbda mushu ma'lum bir organning tashkilotningki ortiqchiliklari, kamchiliklari, ularningki yoshirin ixtilollari yoki potensialliklari va ular uchraydigan xiristlar qatorliq 4 omil orqali olib boriladigan keng ko'lamlik sistemlik bir analiz metodini ko'rsatdi. Bu bek ko'p qo'llanilgan metod g'arbda. Biz shu metodni asos qilib turib, biz bu 61 tashkilotlarningki qarta oq ko'rinish bir tadqiqotni olib bordik. Bu yerda bizning bayqaganlarimiz ba'zi bizga imzo qo'ygan, bizni qo'lladi deb qaragan ba'zi tashkilotlarningki oq ko'rinishi biz o'ylagandek aniq bo'lmadi. Biz ularning xarakteriga baho bermoqchi emas. Faqat o'lchimimizga tushmasa, ular bilan bo'lgan albatta ko'pincha aloqa qildik bularningki bizga texnika ko'plagan materiallarni ta'minlash haqida. Biz hozir asosan bu bosqichlarni tamomladik. Ham ularga bizningki pat arada bizningki mushu ayni vaqtdagi chaqiriqqa ovoz qo'shgan tashkilotlarni yig'ilish bilan bir yig'in ichish o'yimizning borligini dedik va bu yig'in ichilish uchun biz o'zimizningki oldimizga olib borilgan 4 yillik planimizningki qisqartirilgan ham jamoatga oshkora qilsa bo'ladi deb qaralgan qismlarini avatib berib, agar mushu tashkilotlar mushu bizning oldimizga 4 yillik planimizda qaysi bir turga qarata o'ziningki odam, moliya, ijtimoiy va boshqa jihatda qobiliyati bo'lsa, bizdan hamkorlik turlari bilan o'rnashsa, hattoki bizningki hukumatimizning ichida ba'zi bir ministrliklarda ba'zi bir nimalar bor, ba'zi bir sohalar bor. Bu yerda ehtiyojli ba'zi bir ixtisosliklar ehtiyojli sohalarimiz bor. Biz bu vaqtda o'zimizningki shu butun hukumatimizningki rahbarlik sxemasini avatdik. Bu orqali bizning qaysi sohalarga, qanday odamlarga ehtiyoj ekanligini ularga bildirdik. Bu orqali biz o'zaro to'liqlash xarakterli hamda hukumat bo'lish ustimizdan eng asosli mesela tashqi ishlar, ichki ishlar, moliya qatorliq cho'ng-cho'ng ham muhim ochqichlik umurtqiliq sohalarimiz aslida odamlarimiz to'liq biznikida. Ammo bizningki yangidan ichayotgan ham kelgusida qildirishimiz mumkin deb qaralgan masalan ma'rif deymiz. Tarbiyalash deymiz. Tarbiyalash degan vaqtimiz bor. Buning tarbiyalash turlari intayin ko'p bo'ladi. Uning ustiga bizning xalqimiz haqiqiy xalqaro bilimlar bo'yicha hokimiyat boshqarish qatorliq shakllarda hamda bilimimiz kam, uzoq yil biz tarbiyasiz va hokimiyatning muhim asos ochqichlik va noatiliq sezgir qismlarga yaqin keltirilmaslik sababdan ba'zi bilmasligimiz aniq. Hatto mening uyimdagan nurg'a yerlarim bor. Bu jihatda biz yanalla agar oramizda ixtisosli xodimlar bo'lsa, bularningki bizdan hamkorlashishni talab qilib, bular bilan aloqa qildik. Hozir bu aloqamiz asosan oxirlashdi. Hamda biz pat yaqinda bular bilan yig'ilish o'tkazamiz. Texnidan muhimi biz mushu biz ayrib chiqqan va biz bilan hamkorlash mumkinchiligi bor deb qarab bekitgan tashkilotlar va ularningki g'olliq a'zolari bilan, ya'ni o'zlari bizga nomzodlik ko'rsatib bergan a'zolar bilan bir Sharq Turkiston mustaqillik munbiri deb bir tor munbiri qurib, bu kundalik o'zaro suhbatlashish, o'zaro fikrlashish va ba'zi proyektlarni muzokara qilish va bu orqali bu proyektlarni amaliyotga aylantirib yani əməlləşdiriş işlərini yapmamakçı. Bu cəhəti ilib etqan vaxtıda biz asaslıq özümüzdənki xizmətlər bizdə qəlbilik orundurduq deb qarayman. Amma bir yeri həm də sel vaqt ketdi. Çünki 61 təşkilatınki içidəki biz bildiğən bilmədiğanlar haqqında bizimki tonuşumuzni çoğunqurlaşdırış və bular haqqında obyektiv, faktlik analizlarını əpiriş əlbəttə hökumətimiz üçün məlum cəhətdə bir yenilik ve biz ügünüş fırsatı oldu. Bu cihetten elbette kalmakta vakti sel ketip kaldı. Onun üstüge Roz Ramazan boldu, başka işler olap kalıp hizmetimiz sel nimbalap kaldı, selikti, sel geçip kaldı. Ama hazır aslında ahırlaştı. Bizden yakında, pat yakında, bizden muş ayının ahırısta
Bizninki aylık bir yığınımız var. Yığında bu tertipler tepsili halda bizninki milletvekilleriga, parlament a'zolari uqtirildi ve ularninki ma'qulligidan o'tkazilgandan keyin biz kelar oyda tartib bularni amillashtirish uchun tirishamiz. Rahmat. Buni aytib sistemalik hukumatning qoidasiga uyg'un holda hem de ba'zilar oldirib deb bu hech qanday bir ish chiqmadi deb yomon bek jiq gaplar bo'ldi, ammo bir ishni qilmoq u gapni degandek unda oson bo'lmaydi. Bay siz deganligingizni hammadan uqdik. Bir hukumatning ishini qilmoq uchun uningga oldin kim deganda tekshirish kerak, undan keyin boshqalarning fikrini olish kerak degandek. Hozir mana yaxshi yerga tushib Sharqiy Turkiston mustaqillik hamkorlik munbirini qurilish oldida turibdi. Köpten köp rahmet bu işlerimiz nayet yaxşı yürüşüyüptü. Biz hem bizmi deyiştik hükümet devlet degandek. Hem de ama biz yanıla davamlıq qurultayımızdan keyin hükümetimizdeki işler ilisk düştü deb qarabsaqmı, ama biz davamlıq üstü qurulma, merkezi hükümet degandek bir meselelerge uçurab turibmiz. Bunun o'rni bormi? Men abay deganimdek Sharqiy Turkiston davlati bek büyük, bek muqaddas bir barliq, bir gavda. Bu mavjud bo'lgan. Uningdan ustun turgan narsa bo'lmaydi. Üstü birlik deganning hammasining uning ustida hech kim bo'lolmaydi. To'g'ri. Biz Sharqiy Turkiston ulusi mavjud bo'ldi ekanmiz, bu davlatni hargiz beshimizning ustidan olmaymiz, ham og'izmaymiz. To'g'ri. Bu jihatda men shuni ayta olamanki, amaliyotda Sharqiy Turkiston davlati degan bir hukm, hatto ba'zilar uchun g'oya, hatto ba'zilar uchun quruq xiyol bo'lsa-mu, bu bek yo'g'on, yomon saltanatlik, buning o'ldisidan chiqmoq yomon tasbir ish bu. Bu Noqolalda 20 asrda ikki qitim qurilib mag'lub bo'lgan ashu davlatni va uningki xalqlarini ko'rsatmaydi. Bu 1000 yildan oshgan Uyg'ur, ya'ni Türk qavmi desak, Uyg'urlarni yoki hozirgi ba'zi bir atallar bo'lsak, Uyg'ur Türklarininki 1000 yildan ortgan, 2000 yildan ortgan Xitoylar bilan robro turib ilishgan bunda bir ulusninki üzülmey kelayotgan bir davlatchilik ideyasining davomlashishi bu. To'g'ri. Bunda oson ish emas bu. Biz necha ming yil biz tarqaq alida Aqsuliq, Xotellik, Gijmi deb mavjud bo'lmadik. Balki bir davlat ustida. Mayli biz Qarxonlar, uni bir Uyg'ur Orxon Uyg'ur xalqi bo'lsin, Qarxonlar davlati bo'lsin, ham Qarxonlar davlati vaqtida mayli bizningki Turpanda qurilgan Idiqut Uyg'ur xalqi bo'lsin, qatorliqlar bo'lsin. Hattoki Kuchada qurilgan xalqning necha ming yillik tarixi bor. Xotellikning texnikum shunda. Demak biz bir uyushib bir davlat qurgan 1870-yillarda Qashqariyada iborat bir davlat qurgan. Uningdan keyin biz 1931-yilda bir davlat qurgan. Bunda bir ulusning bir a'zosi biz. Bu jihatdan ilfat qavaqda biz bir davlatimiz bo'lganligimiz hem bu davlatimizningki ana shu muqaddas irodasini davomlashtirib kelayotgan bir hukumatning borligidan faxrlanishimiz kerak. Qarindoshlar, faxrlanib do'ppimizni ustini itishimiz kerak. Biz bir davlat qurib batgan bu 100 yillik ish emas bu. Yoki 30 45 yil bo'layotgan ish emas bu. 1000 yillik bir ish. Biz nima uchun yo'qolmadik? Chunki biz 1000 yilning yozi ota bo'lmi O'g'iz xondan tortib, bilingan tarixdan tortib taki İlhan Töre ve başka bizden rehberlerimiz kurgan neçe ming yıllık tarihte biz bir devlet kurgan büyük bir kültürünü yaratkan. Hem aşı bizden Avro Asya'daki bir ulug var, bir sivilizasyonunki yoki bir medeniyetninki bir parçası onun töhfə koşkan bir ulus biz. Şunun varisleri biz. Biz fakat bu Xitayninki bu hazırki Muslim çıkıp kalganlığımızda ulug boysunup özümüzdeki 1000 yıllık ecdatlarımız kurgan, kan küçük kurgan devletçilik annemizge hıyanet hesap olmaydı. Ben abay dedim, bu hükümet ana aşı büyük 2000 yıldan artık olgan, tarihte kurulgan aşı büyük bir devletke, devletçilik ideysiga, devletçilik ananesiga ve devletçilik gayesiga hizmet kılıdı bu hükümet degen. Sizler şunun içinde, şunun için eğer bu devletçilik ideysiga eğer sizler İşlenmesenler,
2000 yıllık tarixinizga işenmegen bolsa, bu mening davatgan gapim emas. Yoki mening sizlarga hukumatimizga ishonishinglar uchun men bu gapni demayapman. Men bundaq bir büyük bir tarixning oldida tilim kekashlaydi meningki. Nemishqa bu o kadar muqaddas bir tarix. Hem bizga baş tortmas bir majburiyatni yuklaydigan bir tarix. Biz 1949dan keyin mustamlikaga tushdik. Esingizda bo'lsin. Dunyoda mangulik imperiya bo'lgan emas. Dunyoni titratgan, Yevropani o'zininki asla dirdir titratgan Rim imperiyasimi ichidan vayron bo'lgan. Nima uchun vayron bo'lgan? Nurg'un sabablar bor. Birinchisi eng muhim bir sabab nima esa davlatchilik an'anasi unutilgan. Yani public morality deymiz. Yani avamning axloqi buzilgan. Nimaning muqaddasligi astin üstün bo'lib ketgan. Bizda mana shunday bir narsa bo'lsa bo'lmaydi. To'g'ri, biz hozir irqiy qirg'inchilikka ketyapmiz. Irqiy qirg'inchilikning asosiy maqsadi davlatningki 4 cho'ng putiningki birsini vayron qilish. U nima desa aholi. Yani aholini vayron qilish, aholini qirish, shu orqali o aholininki qayta o'rnidan turib o'zining davlatini asli keltirishni mumkinsiz ishga aylantirish. Unutmaylikki, bizningki territoriyamiz bor. Sharq Turkiston territoriyasi aniq. Aholimiz vayronchilik uchrayotidi. Markaziy bir boshqarish sistemimiz yo'q. Egilik huquqimiz dafsandoga yoki Xitoyning ishg'oliyati ostida. Bularning uchini barliq keltirgili bo'ladi. Biz davlatni olsak, territoriyamiz bo'ladi, ulusimiz bor, xalqimiz bor. Egilik huquqimizni asli keltira olamiz. Ammo aholi, ya'ni xalq intan muhim o'rin turdi. Bu hozir vayron qilinyapti. Uning xetib kültürümüz, dinimiz ve başka bizdeki muhim kültürel baylıklarımız ve kültürel umurluğumuz veren kılınmadı. Ama şundan bolsumu biz bu devletçilik idisi yanğırımız yok. Hem yansak bombaydı. Ne için? Eğer bunun da yansak biz bununki mevcut turamayız. Abay dedim, bizdeki 2000 yıldan artık tarihten mevcut duruşumuzdaki en asas sebeplerden birisi biz her vakit bir devletlik kurulumuzun içine kirip durduk. Germaniyalık bir nimenin bir gepi var o. Her üç Türk bir yer kese bir devlet kurdu diyen bir gepi var. Bu Türkçülükteki bu gindiki narsa, bu bir milletninki ansızlıkdaki bir narsa. Ama hazırki ahvalimiz, olatma çeteldeki ahvalimiz intayin içmişlik. Nime için diye vaxtıda devletçilik idiste bir nim bulap cuğlunup turanmavatımız. Yani değil. Meyli qanda teşkilat mı kur, meyli qanda faaliyet mi kıl, meyli qaysi ideologik nimi kıl. Ama en üstü devlet var, devlet hizmet kılış var. Bunun için birlik kelişimiz gerek. Eğer bunun birlik kilenmeye kalsak, bu devletçilik ideyisini emellik aşırış internet təsir olur. Ben bir fakat bir nokta da koyayım. Ben yani bugün ettiğen 1874 yılı Avustralya'nınki Adelaide diyen şehrinde Janub Yıldızı deydiğen bir gizit var ki. İngilizce gizit. Bu vaxt mən ilgirmə Twitter birimi atqan, mən ilgirmə. Hazır şunu eskertip koyay. Bunun da Şərq Türkistan'ın vəziyyəti analizinin maqalı. Adamda heyran qaldırdığı maqalı. Gizit maqalısı bu. Onun asası məndə var. Onun da depto Yakup Bey'in toğrısı toxtulub, Yakup Bey toğrısı naat şukur bağ verip, kilip, Yakup Bey bilen eyni vaxtdaki Angliya imperiyasınki tüzgen toxtamdırı varken, soda toxtamdırı varken. Yakup Bey bilen. Ona naat usta diplomat dep tanıştırıp kilip, eyni vaxtdaki Şərq Türkistan'daki 3 hükümdar oturusdaki talaş tartış ve içki nizat olsun, qısqısın ötüp getipti. Onun da depto. Şərq Türkistan'da 3 çoğun hükümdar batı depto. Bularının birisi Yakup Bey, Qashqari merkez qıyğan. Habibullah Xan, Xotanli merkez qıyğan ve Kuchani merkez qıyğan Raşidin Xan. Bular 300 ziddiyet şunda ötkür ki ularning bir-birisiga o'chmanligi ularning Xitoyga o'chmanligini qilishmaydi debdi. Men anglashaq bir savol qo'yman. Bu Xitoyning kallı jurishninki mahsulimi? Yo'q, Xitoy yo'q bu chaqda. Kallimizni yo'qda Xitoy yo'q. Bu nimaning mahsuli? Nimaning mahsuli bu? Bizningki siyosiy jihatda qanchalik ayni vaqtdagi bizning davlatlikda tayg'anligimizning mahsuli. Devlet bo'lgan vaqtida bu yerda bir hamkorlik, hech bo'lmasa bu yerda bir-birini o'chkirib ketsa-mu, dushmani kabi o'chkirmaydi. Chunki dushman aniq bo'lish kerak bu yerda.
1874-de yazılgan bu maqalada hazırkını alsak, bunun da biz 150 yıldak vakit var. Hazır ahval qarab baqaylı. O'xshash. Sharq Turkistonninki sürgünde yaşayotganlarning orasidagi lider yoki hukmdor yoki elning beshida qaralganlar o'tirsan, Yaqub Bekning davrida seçtirib. Men 20 asr to'xtalmay. To'xtalsa u yamanchiqlar keladi. Demak, bu yerda bir izchillik bor. Davlat ideyasidan kechish o'zininki shaxsiy nam menfaatini chiqarish uchun tejash, bir arığı kelmaslik, kichik podshoh bo'lib bilish, cho'ng menfaatni birlik kelmaslik, buni biz davlat qilingan xoinlik deymiz. Har qanday 5-10 ulab ketgan odam bo'lsa, buni xoinlik qilgan bo'ladi. To'g'ri. 150 yildan beri bu yerda Xitoyni nima qilyapmanglar? Xitoyning sabab deyapmanglar. Bu günah, bu mesele bizning ustimizda. 1874-yilda Xitoy yo'qdi, men abay dedim. Yo'qdi Xitoy, asosan yo'qdi. Biz o'zimizga xo'jaylik qo'ydik. Chet eldimi? Texadimi keskin desem, aramızda bir Xitoy yo'q. Kelib aloqa qilgan bir Xitoy yo'q. Ammo Xitoyning odamlari bor. Yiroqda Xitoy bor. Bu orqali biz birga kelinmayapmiz. Agar ilgarigilari, ya'ni Yaqub Bek davridagilar bir-biz ko'rgan manmanchilikdan, buni da Yaqub Bek texe un qadar emas. Yaqub Bek ayni vaqtda Sharq Turkistonni bir davlatningki territoriyasi ichidagi uluslar aylantirish va davlatning egilik huquqini tiklash jihatda intayin unutulg'isiz xizmatlarni qilgan odam. Shuning uchunmi Yaqub Bekning qayg'usini topib bo'lmaydi. Nima ishqa Xitoy partiyaga keldi? Eng ashaddiy dushmanlarning birisi. Yani Xitoyning eng ashaddiy dushmani bizning eng ulug' qahramonlarimizning birisi bo'lish kerak desdi. Ne oddiy desak buni. Ama qolgan ikkisi bag'razlik qilganlik uchun oxirida Chunslasiga nima bo'ldi? Vayron bo'ldi. Başında maqola debdi, hasratlan. Yaqub Bek o'ldirilgandan keyin uning varislarininki hech qasda uningdek yiroqni ko'rarlik va uningdek bir jasoratni ko'rgil bo'lmadi deb og'irlashtirdi maqolani. To'g'ri. Sizning deganingizdek bizda chuqur davlat uchun xizmat qiladigan, davlat uchun aramizga ziddiyatni ayirib qo'yib, har qanday tashkilotlar bir yakildigan bir hamkorlik bo'lishi kerak. Biz hamkorlik uchun qo'limizni sundiq. Boshqa tashkilotlarning bizning atrofimizga o'yishishini umid qilamiz. Endi biz odatda biz to'plarda, biz torlarda ko'ramiz. Bu gap so'z yomon jiq, ish oz. Biz mush programmaning vaqtini kontrol qilaylik deb o'ylashdik. Mushtabda hozir 34 minut turibdi. Asli bizning deyishmoqchi bo'lgan yana bir ikki savolimiz bor edi. Ammo buni keyin qaytam qo'yishga majburmiz. Chunki gap oz, ish soz bo'lish kerak ekan deb o'yladim men. Shunga bugungi program uchun men Abdumnalla efendimga ko'pdan-ko'p rahmat. Vaqtni kontrol qilib, mush shaklda boshqalarni, ko'rganlarni ko'ndirishimiz kerak. Biz cho'qim amaliy ish bilan o'zimizningki iqtidorimizni, unumimizni haq ko'rsatishimiz kerak. Chinlik va samimiyat bizning bu programmamizningki jon tomiri. Chin yurakdan chiqqan chin so'z hamon samimiy yurakka ta'sir qilganligiga ishonamiz. Biz ish qilamiz, biz aqida qilamiz, biz ixlos qilamiz. Sharqiy Turkistonning mustaqillik qilgan aqida qilganlarning har qanday shaklda biz bilan hamkorlashishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Bu hamkorlik vatanimizdagi zulm chekayotgan har bir mazlumga qilingan yordam bo'ldi. Vijdonimizning aromi bo'ladi. Sharqiy Turkistonning mustaqillik uchun, Sharqiy Turkiston fuqarolarining jonajon manfaati uchun biz hukumatimizning ro'naq tepishini ve her taraflama hamkorligimizningki o'ngishli bo'lishiga tilakdoshlik bildiramiz. Hammanglarga rahmat. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Allohga emanet. Xayr xo'sh. Rahmat. Rahmat.